Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon Avstraliyadagi masjid va restoranlarda Rabiya Qadiri xonimni qorlab yozilgan bir kitobning Uyg'urcha tarjimasi yoshirincha tarqatilgan. Rabiya Qadirining haqiqiy qiyofati deb nom berilgan mazkur kitobning inglizchasi salohiyati noma'lum ikki chet ellik avtorning ismida yozilgan bo'lib, kitobni nashr qilgan shirkatning Anxuydagi bir nashriyat o'rni bilan aloqasi borligi ilgari surilmoqda. Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlarining oshkorlashicha, Avstraliyadagi masjidlarga kitobni yoshirincha tarqatgan Xitoy qiyofatli bir kishining sin ko'rinishi kameraga tushib qolgan. Yaqında Xotan shahridagi ma'lum bir savdo-sanoat bankasida yuz bergan bir majra ijtimoiy taratqularda oshkorlanib, kuchli inkas qo'zg'adi. Mazkur sin ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha, bir nafar Xitoy ayol shaxsiy ishi bilan Xotan shahridagi bir savdo-sanoat bankasiga kirgan. Banka amalli xodimi bankada ujrat saqlayotgan Uyg'ur xaridorlarning qarshiligiga qaramasdan Xitoy ayolni ujratning oldiga o'tkazib qo'ygan. Natijada bu xil adolatsizlik muomalaga chidamagan bir Uyg'ur yigit banka amalli xodimi bilan zakollashgan. Muajiratga Uyg'ur sarxillari bu haqda fikr bayon qilib, Uyg'urlar allaqachon o'z tuprog'ida ikkinchi darajalik fuqaroga aylanib qoldi deb ko'rsatdi. Radiomiz muxbirlarining naq maydondan xabar qilishicha, 12 avgustdan 14 avgustga qadar Budapeshtda 6 navbatlik Turan qurultiyi mezgilida Uyg'urlarga atalgan maxsus ikki chidir tikilgan. Uyg'urlarga atab tikilgan bu ikki chidirning birini Qozog'istonlik Uyg'urlar tikkan bo'lsa, yana birini uzundan buyon Uyg'urlarga diqqat qilib kelayotgan Slovakiyalik yosh Attila tarafidan hadiya qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Attila bu chidirni 500 kilometr yo'l yurib, Slovakiyadan ilib kelgan hamda uni o'z qo'li bilan tikkan. Ay yulduzliq ko'k bayroq esilgan bu chidir yig'in qatnashuvchilarini hayajonga solgan. Egalishimizcha, yaqinda Xinjiang Pedagogika universiteti qatorliq bir qism oliy maktablarda maxsus siyosiy ta'lim-tarbiya kursi ochilib, Xitoy o'lkalaridagi Xinjiang sinflariga avatiladigan o'qituvchilar tarbiyalangan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar bu yil 3000 ga yaqin Uyg'ur va boshqa yerlik millatlardan bo'lgan o'qituvchilarni turkumga bo'lib Xitoy o'lkalariga avatadiganligini e'lon qilgan. Xinjiang Pedagogika universitetidagi maxsus kursda 1207 nafar o'qituvchi siyosiy jihatdan tarbiyalangan bo'lib, kuzatuvchilar ularning Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur to'liq o'rta sinf o'quvchilarini edeviy jihatdan kontrol qilishga avatilganligini ilgari surmoqda. 18 avgust kuni Uyg'ur milliy madaniyatining bo'shiklaridan biri bo'lgan Yakan diyorida 10 minglagan Uyg'ur yosh Xitoy pasonida kiyindirilib, davlat naqshisi aytish va tayji gumpisi mashq qilish faoliyatiga uyushtirilgan. Xitoy hukumatining yaqindan buyon Uyg'ur elida ilib berayotgan turli tuman shakldagi siyosiy tashviqotlari bo'libmi qadimiy shahar Yakanda bunday bir faoliyatni ilib berishi chet ellardagi Uyg'urlar orasida kuchli norozilik paydo qildi. Muajiratga Uyg'ur faoliyatchilar bu Uyg'urlarni madaniyat jihatdan xitoylashtirishning ochiq-oshkora oldiki bir ifodasi deb ko'rsatdi. Egallanishicha, Hangzhouda o'tkazilmoqchi bo'lgan 20 davlat guruhi boshliqlarining uchrashishi harpisida Uyg'urlar yana Xitoy amalliq kuchlarining nishonliq kontrol qilish obyektiga aylanib qolgan. Hangzhoudagi yerlik fuqarolarning oshkorlashicha, Xitoy soqchilari Hangzhou shahridagi barliq Uyg'ur restoran va oshpazlarni taqagan. Ular yana Hangzhoudagi mehmonxonalarga o'qitirish tushirib, 7-sentabrga qadar har qanday Uyg'urga yotoq bermaslikni buyurgan. Hangzhou shaharlik soqchi idorasi amalliq tadbirining Uyg'urlarga qartilganligini rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Hangzhoudagi mehmonxonalar soqchi organlarining Uyg'urlarga yotoq bermaslik haqida uqtirish taqatganligini ilgari surdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.